Amerikalik 26 yoshli qiz lotereyada 4 million dollar yutdi. Omadli chiptadan unga otasi shunchaki sovg'a qilgandi. Buncha pulni yutganidan haligacha shokdaman, deydi lotereya g'olibi. Qiz yutuqni bir martalik to'lov shaklida olishga qaror qildi. Bu holatda unga 2,7 million dollar beriladigan bo'ldi. Shimoliy Karolinada juda noyob oq kiyik videoga olindi. AQShning Shimoliy Karolina shtatida kam uchraydigan oq kiyik albinos video tasvirga tushirildi. Bunday kiyiklar tabiatda har 30 mingtada kiyiklardan faqat bittasi uchraydi. Mutaxassislarning fikricha albinos kiyiklarning tabiiy yashash muhitiga juda kam uchraydi. Chunki ularning oq rangi yirtqichlardan himoyalanishni qiyinlashtiradi. Shu bois tabiatda bunday holatlar kuzatish juda noyob hodisa sanaladi. O'zbekiston fuqarolariga Xitoyga vizasiz safar qilish imkoniyati berildi. 2025-yil 1-iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz borishi mumkin bo'ladi. O'zaro kelishuvlarga ko'ra, fuqarolarning har safariga 30 kundan oshmagan muddatda vizasiz safar qilishi mumkin. Shuningdek, 180 kunlik davr ichida umumiy 90 kundan ko'p bo'lmasligi kerak.